navbatdagi qoidalarga qaraymiz. Ikkinchi qoidalarning ikkinchi qismi F qoida. F qoidada aytilyaptiki, some nouns, ba'zi otlar uncountable, sanalmaydigan bo'ladi. Ya'ni biz aytdik, 2 ta kitob, 3 ta kitob, 4 ta odam, 5 ta olma, bularni sanasa bo'ladi dedik. Lekin ba'zi otlar sanalmaydi. Masalan, go'sht. Biz qassobga boramizda, misol uchun 2 ta go'sht bering, 4 ta go'sht bering demaymiz. Yoki shakar. Do'konga kirib, menga 95 ta shakar bering demaydi hech kim. Shuning uchun bular sanalmaydigan ot hisoblanadi. Va ularning ko'pligi bo'lmaydi. Bu so'zlarga s qo'shilmaydi va ularning oldiga mana en not used ishlatilmaydi. En ishlatilmaydi bu sanalmaydigan otlar bilan. Ularning oldiga some degan so'zni qo'shishimiz mumkin. Some biroz degan. Misol uchun water, suv ham sanalmaydi, suyuqliklar sanalmaydi. Bitta suv demaymiz. Some water, biroz suv. Misol uchun I wanna drink some water. Men biroz suv ichishni xohlayman. Some water. En water deyish mumkin emas. Quyida sanalmaydigan otlarni turlarga bo'lib o'rganib chiqamiz. Demak, sanalmaydigan otlarning birinchi turi, misol uchun food and drinks, oziq-ovqat va ichimliklar sanalmaydi. Quyidagilar masalan, butter, sariyog', bread, non ingliz tilida sanalmaydi, eslab qolamiz. O'zbek tilida sanalishi mumkin, sanaladi. Ingliz tilida esa sanalmaydi. Meat, go'sht sanalmaydi. Cheese, pishloq sanalmaydi. Water, suv sanalmaydi. Tea, choy sanalmaydi. Coffee, qahva, milk, sut, lemonade, limonad, chocolate, shokolad, salt, tuz, pepper, qalampir, kukuni ma'nosida yoki fish, baliq. Demak, ovqat ma'nosida fish, baliq, ovqat ma'nosida sanalmaydi. Albatta, dengizda, daryoda baliqlarni sanash mumkin, lekin ovqat ma'nosida sanalmaydi. Xuddi shunga o'xshash so'zlar ham sanalmas ekan. etc degani etc va hokazo. Va materiallar sanalmaydi. Paper, qog'oz, material ma'nosida sanalmaydi. Wood, yog'och sanalmaydi. Silver, kumush, gold, oltin, iron, temir. Materiallar sanalmaydi. Abstract nouns, mavhum otlar sanalmaydi. Peace, tinchlik, anger, jahl, love, mehr yoki sevgi, ular sanalmaydi. Mavhum otlar, ko'rib ushlab bo'lmaydigan otlar, ular sanalmaydi. Va many others, ko'pgina boshqa otlar deyilgan va ba'zi boshqa otlar ham sanalmaydi. Masalan, money, pul sanalmaydi. Sababi 2 ta pul, 3 ta pul, 4 ta pul demaymiz. Snow, qor sanalmaydi. Sovun ham sanalmas ekan ingliz tilida, e'tibor bering. Ehtimol buni sababi suyuq sovun bo'lgani uchundir. O'tmishda balki bo'laklarga bo'lak deb sanashimiz mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri sovunga s qo'shib sanab bo'lmaydi. Furniture, mebel so'zi sanalmas ekan. Petrol, yonilg'i, oil, yog', information, ma'lumot, news, yangiliklar, bular sanalmaydi. Keyin eslab qolamiz. O'zbek tili bilan ingliz tili bir xil emas, qonun qoidalari bir xil emas. Shuning uchun bu so'zlar nimaga sanalmaydi deb ortiqcha o'zimizni o'ylantirmaymiz. Shunchaki bu so'zlar sanalmaydi deb eslab qolamiz. Ularga s qo'shmaymiz, ularning oldiga en qo'ymaymiz. Some ni ishlatishimiz mumkin enning o'rniga. G qoidada aytilyaptiki, sanaladigan birlikdagi otlarning oldiga mana a qo'yamiz. Agar undosh bilan boshlansa a qo'yiladi. Vowel unli bilan boshlansa n qo'yiladi. Undosh unlilarni bilmaydiganlar va unlilar yodlab olamiz. 5 donagina unli harf mavjud. Shularning oldiga n qo'yamiz. Shundan boshqa barcha harflar undosh hisoblanadi ingliz tilida. Ularning oldiga a qo'yamiz. Va H qoidada aytilyapti. Yuqorida aytganimizdek, some ishlatiladi sanalmaydigan otlar bilan dedik. Va sanaladigan otlar bilan ham kelishi mumkin. Qachonki sanaladigan otlar plural, ko'plikda bo'lsa, agar birlikda bo'lsa en qo'yamiz, ko'plikda bo'lsa some qo'yamiz. Masalan, I got some eggs, tuxumlar. Some eggs, bir nechta tuxumlar. Menda bor bir nechta yoki biroz tuxumlar deb tarjima qilamiz.